Bugun men 70 yoshdan oshgan pensionerlar va pensiya yoshiga yaqinlashgan fuqarolar uchun sentyabr oyida juda muhim bo'lishi mumkin bo'lgan moliyaviy imkoniyat haqida gapiraman. Bu masala bevosita pulingizga, pensiyangizga, qo'shimcha to'lovlaringizga va ayrim hollarda siz o'tkazib yuborib kelayotgan imtiyozlarga taalluqli. Eng muhimi, ko'pchilik bunday pullar faqat o'zi keladi deb o'ylaydi. Lekin amalda ba'zi to'lovlar faqat ariza, hujjat yoki qayta tekshiruvdan keyin chiqadi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men kimlar tekshirish kerakligini, kimlar ortiqcha xavotir olmasligi mumkinligini, qayerga murojaat qilish kerakligini va qanday hujjatlar kerak bo'lishini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumotni qarindoshingiz, ota-onangiz yoki qo'shningiz ham bilishi kerak bo'lishi mumkin. Men ko'p yillardan beri pensiya, ijtimoiy to'lovlar va fuqarolarning moliyaviy huquqlari bo'yicha murojaatlarni tahlil qilaman. Eng ko'p uchraydigan holat shuki. Pensioner odam pensiyasini har oy oladi. Lekin o'ziga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan qo'shimcha to'lov, qayta hisob-kitob, kompensatsiya yoki subsidiya haqida bilmaydi. Natijada bir necha oy, ba'zan esa bir necha yil davomida qo'shimcha pulni olmasdan yuradi. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensiya tayinlangandan keyin hammasi avtomatik yuradi deb o'ylardi. Pensiya tayinlandi, karta ochildi, har oy pul tushdi. Shu bilan masala yopildi. Lekin hayot o'zgaradi. Odamning yoshi o'zgaradi, sog'ligi o'zgaradi, oilaviy holat o'zgaradi, yashash joyi o'zgaradi, bank kartasi muddati tugaydi, kommunal xarajatlar oshadi. Ayrim hujjatlar yangilanadi. Mana shu o'zgarishlar pensiyaga yoki qo'shimcha yordamga ta'sir qilishi mumkin. Hozir esa vaziyat boshqacha. Ko'plab xizmatlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Ayrim ma'lumotlar avtomatik keladi. Lekin bu hamma narsa siz uchun o'zi hal bo'ladi degani emas. Ba'zan xatolik bo'ladi. Ba'zan ish staji to'liq ko'rinmaydi. Ba'zan fuqaro eski hujjatlarni topshirmagan bo'ladi. Ba'zan esa odamning o'zi qo'shimcha to'lovga haqli ekanini bilmaydi. Sentyabr oyida esa ko'p oilalar uchun xarajatlar oshadi. Nevaralar maktabga boradi, dori-darmon kerak bo'ladi. Kommunal to'lovlarga tayyorgarlik boshlanadi. Shunday paytda kichik qo'shimcha pul ham katta yordam bo'lishi mumkin. Men bu yerda bir narsani aniq aytaman. Hech qachon faqat mishmishlarga ishonmang. Hamma pensionerlarga falon pul berilar ekan. 55 yoshdan oshganlarga bankdan sovg'a tushar ekan, ariza yozsangiz darrov katta pul berishar ekan degan gaplarni tekshirmasdan ishonish xavfli. Lekin shu bilan birga o'zingizga tegishli imtiyozni tekshirmasdan o'tkazib yuborish ham noto'g'ri. Bugungi videoning maqsadi aynan shu. Sizni vahimaga solish emas, balki pulingizni himoya qilish va imkoniyatlarni tekshirtirish. Birinchi navbatda 55 yoshdan oshgan ayollar alohida e'tibor berish kerak. Chunki ko'p hollarda 55 yosh ayollar uchun pensiya masalalari, staj imtiyozli to'lovlar, ijtimoiy yordam va oilaviy holat bo'yicha muhim chegara hisoblanadi. Agar siz 25 yoshga to'lgan bo'lsangiz yoki sentyabr oyida 25 yoshga to'layotgan bo'lsangiz, hujjatlaringizni bir marta tekshirtirib qo'yish foydali. Ayniqsa, siz ishlagan yillaringizning bir qismi eski mehnat daftarchasida bo'lsa, korxona yopilgan bo'lsa, arxivdan ma'lumot olish kerak bo'lsa yoki rasmiy ish stajingiz noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, misol keltiraman. Tasavvur qiling, Zuhra opa 7 yoshda. U pensiyaga chiqqan. Lekin yoshligida 8 yil tikuv fabrikasida ishlagan. Fabrika keyin yopilgan, hujjatlar esa arxivga o'tgan. Pensiya tayinlanganda o'sha 8 yilning faqat 4 yili hisobga olingan. Zuhra opa demak shunaqa ekan deb yuravergan. Keyin farzandi bilan birga pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, arxiv ma'lumotlarini so'ratgan. Agar qolgan staj tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Bu har oy 100 ming yoki undan ham ko'proq farq qilishi mumkin. Bir qarashda ozdek tuyuladi, lekin bir yilda 100 ming so'mdan 1 million 200 ming so'm bo'ladi. Pensioner uchun bu dori, oziq ovqat yoki kommunal to'lovning bir qismi. Ikkinchi guruh pensiyasi juda kam bo'lganlar. Agar siz har oy oladigan pensiya miqdori eng zarur xarajatlaringizga ham yetmayotgan bo'lsa, ijtimoiy yordam, subsidiya, moddiy yordam yoki mahalla orqali ko'rsatiladigan qo'llab-quvvatlash turlarini tekshiring. Bu har doim ham pensiyaning o'ziga qo'shilib kelmaydi. Ba'zan alohida ariza talab qilinadi. Ba'zan oilaning daromadi, yashash sharoiti, yolg'iz yashashi, nogironligi qaramog'ida odam bor yo'qligi tekshiriladi.
Masalan, Bahrom aka 6 yoshda, rafiqasi 6 yoshda. Ikkalasi ham dori ichadi, o'g'li boshqa viloyatda yashaydi. Ular biz pensionerimiz. Endi hech kim yordam bermaydi deb o'ylagan. Aslida esa mahallaga murojaat qilib, ijtimoiy ahvoli o'rganilgandan keyin bir martalik moddiy yordam yoki kommunal xarajatlar bo'yicha yordam olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Bu yordam har doim bir xil bo'lmaydi. Hududiga, oilaviy holatga va amaldagi tartibga bog'liq. Lekin murojaat qilmasangiz, hech kim sizning uy eshigingizni taqillatib, sizga pul beramiz demasligi mumkin. 3-guruh. Nogironligi bo'lgan pensionerlar, surunkali kasalligi borlar yoki parvarishga muhtojlar. Agar sizda nogironlik guruhi bo'lsa, nogironlik muddati uzaytirilgan bo'lsa, tibbiy xulosa yangilangan bo'lsa, bu holat to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Ba'zi odamlar tibbiy hujjatni yangilaydi, lekin ijtimoiy to'lovlar bo'yicha tegishli idoraga xabar bermaydi. Natijada eski ma'lumot qolib ketadi. Misol uchun Malika opa 60 yoshda, 2-guruh nogironligi bor. U tibbiy ko'rikdan o'tib, hujjatlarni yangilagan, lekin bank kartasi eski bo'lgani uchun ayrim to'lovlar vaqtida tushmagan. Keyin ma'lum bo'lishicha, kartaning muddati tugagan, telefon raqami ham o'zgargan, SMS xabarnoma kelmay qolgan. Bunday holatda odam menga pul berishmadi deb o'ylaydi. Aslida esa texnik muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun sentyabrda kartangizni, bank hisobingizni, telefon raqamingizni va pasport ma'lumotlaringizni tekshirish juda muhim. 4-guruh. Ishlashda davom etayotgan pensionerlar. Ko'pchilik pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Bunday holatda staj, daromad, sug'urta badallari yoki rasmiy ishdagi ma'lumotlar keyingi qayta hisob-kitoblarda ahamiyatli bo'lishi mumkin. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingiz sizni rasmiy ko'rsatganmi? Ish haqi to'g'ri aks etganmi? Elektron mehnat tizimida ma'lumotlar bor yo'qligini tekshiring. Chunki bugun rasmiy ko'rinmagan ish ertaga pensiya hisobida ko'rinmasligi mumkin. 5-guruh boquvchisini yo'qotganlar, yolg'iz pensionerlar yoki turmush o'rtog'i vafot etgan fuqarolar. Bu holatda ham ayrim to'lovlar, qayta hisob-kitoblar, nafaqa turlari yoki yordamlar bo'lishi mumkin. Lekin hujjatlar to'liq bo'lishi kerak. O'lim haqidagi guvohnoma, nikoh guvohnomasi, pasport, pensiya hujjatlari, bank rekvizitlari. Agar biror hujjat yetishmasa, jarayon cho'ziladi. Endi kimlar ortiqcha xavotir olmasligi mumkinligini ham aytaman. Agar sizning pensiyangiz muntazam tushayotgan bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz yaqinda tekshirilgan bo'lsa, stajingiz to'liq hisoblangan bo'lsa va sizning oilaviy yoki sog'liq holatingizda o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, vahima qilish shart emas. Lekin baribir yiliga kamida bir marta pensiya ma'lumotlarini tekshirib turish zarar qilmaydi. Agar kimdir sizga telefon qilib, sizga sentyabrda sovg'a puli chiqdi, karta raqamingizni va SMS kodni ayting desa, bunday odamga ishonmang. Davlat idorasi yoki bank xodimi SMS kod so'ramaydi. Men buni alohida urg'u bilan aytaman, chunki aynan pensionerlar firibgarlar uchun eng oson nishonga aylanib qolmoqda. Pensiya qo'shimchasi, bayram puli. 25 yoshdan oshganlarga yordam degan bahona bilan kartadagi pullarni yechib olish holatlari bor. Haqiqiy yordamni tekshirish uchun siz o'zingiz rasmiy idoraga borasiz yoki rasmiy telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz. Begona odamga karta kodi, ilova paroli, SMS tasdiqlash raqamini bermaysiz. Birinchi nozik jihat, hamma qo'shimcha pul avtomatik tushmaydi. Ayrim to'lovlar uchun ariza kerak. Masalan, ijtimoiy yordam, moddiy ko'mak, subsidiya, davolanish uchun yordam, nogironlik hujjati bo'yicha ayrim kompensatsiyalar yoki arxiv stajini qo'shish kabi masalalarda fuqaroning murojaati talab qilinishi mumkin. Meni o'zlari topib olishadi degan fikr bilan yurish moliyaviy yo'qotishga olib keladi. Ikkinchi nozik jihat, qayta hisob-kitob faqat oldinga ishlashi mumkin yoki ma'lum muddat bilan cheklanishi mumkin. Ya'ni siz 5 yil oldin hujjat topshirishingiz kerak bo'lgan bo'lsa, lekin bugun topshirsangiz, hamma 5 yillik pulni birdan olishingiz kafolatlanmagan. Har bir to'lovning o'z tartibi bor. Shuning uchun kechiktirmaslik kerak. Sentyabrda tekshirtirishning foydasi ham shunda, yil oxiriga qoldirmaysiz. Navbatlar, bayram kunlari, hujjat cho'zilishi bilan vaqt yo'qotmaysiz. 3-nozik jihat, yashash joyi o'zgarsa, ma'lumotlar yangilanishi kerak. Pensiya bir tumandan boshqasiga ko'chgan, lekin ro'yxatdan o'tish ma'lumotlari, mahalla bank filiali yoki aloqa raqami eski qolgan bo'lishi mumkin. Bu ayniqsa qishloqdan shaharga yoki farzandining uyiga ko'chib borgan pensionerlarda ko'p uchraydi.
Bunday holatda ayrim xabarnomalar sizga yetib kelmaydi. Chaqiruvlarni bilmay qolasiz, hujjat muddati o'tib ketadi. 4-nozik jihat. Bank kartasi bilan bog'liq muammolar. Sentyabrda banklar ayrim aksiyalar, keshbeklar yoki pensionerlar uchun qulay tariflar taklif qilishi mumkin. Lekin har qanday taklifni sinchiklab o'qish kerak. Bepul karta deyiladi. Lekin SMS xizmati pulli bo'lishi mumkin. Kredit oling deyishadi. Lekin foizi yuqori bo'lishi mumkin. Men pensionerlarga shuni maslahat beraman. Pensiya kartangizga keraksiz kredit, keraksiz obuna, keraksiz pulli xizmat ulatmang. Bank xodimi tushuntirsa ham shartnomani o'qimasdan imzo qo'ymang. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmasa, farzandingiz yoki ishonchli odamingiz bilan boring. 5-nozik jihat qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlar pensiyasi kamayib tushganini ko'rib hayron qoladi. Sabab kommunal qarz, kredit qarzi, aliment ijro hujjati yoki boshqa ushlab qolish bo'lishi mumkin. Agar sentyabrda kutilganidan kam pul tushsa, darrov vahima qilmang. Bankdan ko'chirma oling, pensiya jamg'armasidan ma'lumot so'rang, majburiy ijro byurosi bo'yicha qarzdorlik bor yo'qligini tekshiring. Ba'zan xatolik ham bo'ladi. Xatolik bo'lsa, yozma ariza bilan tuzatish talab qilinadi. 6-nozik jihat hujjatlardagi ism familiya farqi. Eski mehnat daftarchasida ism bir xil yozilgan, pasportda boshqacha yozilgan bo'lishi mumkin. Masalan, Gulbahor bir joyda Gulbahor, boshqa joyda Gulbahor bo'lib ketgan. Yoki familiya turmushdan keyin o'zgargan. Bunday mayda farqlar ham stajni tasdiqlashda muammo chiqaradi. Oldindan nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat, arxiv ma'lumotlarini tayyorlab qo'yish kerak. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, sentyabr oyida o'zingizning pensiya tushumlaringizni tekshiring. Bank kartangizdan oxirgi 3 oy uchun ko'chirma oling. Buni bank ilovasidan, bankomatdan yoki bank filialidan olish mumkin. Qaysi kuni qancha pul tushganini yozib qo'ying. Agar miqdor o'zgargan bo'lsa, sababini aniqlang. Ikkinchi qadam, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank kartasi, telefon raqami va yashash manzili ma'lumotlari to'g'ri ekanini tekshiring. Agar telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, bankda ham. Kerakli davlat xizmatlarida ham yangilang, chunki xabarnomalar eski raqamga ketishi mumkin. 3-qadam, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. U yerda men quyidagicha savollar berishni tavsiya qilaman. Mening ish stajim to'liq hisoblanganmi? Arxivdan qo'shimcha ma'lumot kerak emasmi? Pensiyam qayta hisoblashga tushadimi? Oilaviy yoki sog'liq holatim bo'yicha qo'shimcha to'lovga huquqim bormi? Kartam yoki hisobimda muammo yo'qmi? Bu savollarni og'zaki berish mumkin, lekin muhim masalada yozma ariza qoldirish yaxshiroq. Yozma arizaga javob ham aniqroq bo'ladi. 4-qadam, mahalla fuqarolar yig'iniga boring. Ayniqsa, pensiyangiz kam bo'lsa, yolg'iz yashasangiz, davolanish xarajatlaringiz ko'p bo'lsa, uyingizda nogironligi bor odam bo'lsa yoki kommunal to'lovlarni to'lash qiyin bo'lsa, mahallaga vaziyatingizni tushuntiring. Menga qanday yordam turlari bor? Ijtimoiy daftar yoki boshqa dasturlar bo'yicha tekshirsa bo'ladimi? deb so'rang. Bu yerda uyalmang. Bu sadaqa so'rash emas. Bu qonuniy tartibda ijtimoiy himoya imkoniyatini tekshirish. 5-qadam, hujjatlarni papkaga yig'ing, kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar. Pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, nikoh guvohnomasi, turmush o'rtog'i vafot etgan bo'lsa, o'lim guvohnomasi, nogironlik ma'lumotnomasi, tibbiy xulosalar, bank rekvizitlari, kommunal to'lov kvitansiyalari, oilaviy daromad haqida ma'lumotlar. Har bir hujjatning aslini va nusxasini alohida saqlang. Hujjat topshirganingizda qabul qilinganligi haqida belgi yoki ro'yxat raqamini oling. 6-qadam. Agar siz 25 yoshga endi to'lgan bo'lsangiz, pensiya huquqingizni oldindan tekshirtiring. Ayollar uchun 25 yosh muhim bosqich bo'lishi mumkin. Lekin faqat yoshning o'zi yetmaydi. Staj va boshqa shartlar ham hisobga olinadi. Shuning uchun hali vaqt bor deb yurmasdan, kamida bir necha hafta oldin hujjatlarni tayyorlash yaxshi. Ish joylaridan ma'lumot olish, arxivga so'rab yuborish vaqt oladi. Bir hujjat yetishmasa, butun jarayon to'xtab qolishi mumkin. 7-qadam, internetdagi xabarlarga ehtiyot bo'ling. Agar ijtimoiy tarmoqlarda sentyabrda 55 yoshdan oshganlarga falon million so'm beriladi, havolaga kiring degan xabar ko'rsangiz, havolani bosmang. Avval rasmiy manbani tekshiring. Rasmiy idora sayti Davlat xizmatlari markazi, bankning rasmiy kol markazi yoki mahalla orqali aniqlang.
firibgarlar aynan shunday shov-shuvli sarlavhalardan foydalanadi. 8-qadam. Farzandlaringiz bilan ochiq gaplashing. Ko'p pensionerlar bolalarimni bezovta qilmay deb hamma ishni o'zi qilishga urinadi. Lekin bank ilovasi, elektron navbat hujjat nusxasi, onlayn ariza kabi masalalarda ishonchli farzand yoki qarindosh yordam berishi mumkin. Faqat karta parolni hech kimga bermang. Hatto qarindoshga ham doimiy berib qo'yish to'g'ri emas. Yordam boshqa. Pul ustidan nazoratni butunlay topshirib qo'yish boshqa. 9-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, qayta murojaat qiling. Ba'zan birinchi murojaatda xodim to'liq tushuntirmasligi mumkin. Siz yozma javob so'rashingiz, yuqori tashkilotga murojaat qilishingiz, davlat xizmatlari markazidan maslahat olishingiz mumkin. Huquqingiz bo'lsa, uni talab qilishdan tortinmang. Lekin hamma narsani tinch, hujjat bilan, dalil bilan qiling. 10-qadam. Har oy bitta kichik daftar yuriting. Qancha pensiya tushdi, qancha dori olindi, kommunal to'lov qancha bo'ldi, bankdan qanday ushlab qolindi, kimga qachon murojaat qilindi, ariza raqami nima bo'ldi, hammasini yozing. Bu oddiy odat keyin katta muammoni hal qiladi. Chunki qachon bo'lgan edim, kim bilan gaplashgan edim deb eslay olmay qolish mumkin. Real hayotdagi yana bir vaziyatni aytaman. Nigora opa 58 yoshda pensiya oladi. Lekin vafot etganidan keyin ayrim hujjatlarni rasmiylashtirmagan. U 1 yil davomida faqat o'z pensiyasi bilan yashagan. Keyin mahalladagi mutaxassis unga hujjatlarni tekshirtirishni aytgan. Natijada oilaviy holati bo'yicha qo'shimcha yordam olish imkoniyati borligi aniqlangan. Bu degani har bir odamga bir xil pul beriladi degani emas. Lekin tekshirilmaguncha imkoniyat bor yo'qligini bilmaysiz. Yana bir misol. Rustam aka 64 yoshda pensiya kartasiga pul tushishi kechikkan. U davlat pul bermay qo'ydi deb o'ylagan. Aslida kartasi muddati tugagan, bank esa yangi kartani tayyorlab qo'ygan, lekin u xabarni eski telefon raqamiga yuborgan. Rustam aka bankka borgach, yangi karta olib pulini olgan. Demak, hamma muammo ham pensiya hisobidan emas, ba'zan bank va aloqa ma'lumotdan kelib chiqadi. Yana bir holat. Dilbar opa 25 yoshga to'lgan. Lekin mehnat daftarchasidagi 2 korxona muhri o'qilmaydi. U oldindan arxivga murojaat qilmagan uchun pensiya rasmiylashtirish cho'zilgan. Agar u buni sentyabrdan oldin boshlaganida vaqt yutgan bo'lardi. Shuning uchun men doim aytaman, pensiya masalasida eng qimmat narsa bu vaqt. Hujjatni bugun tekshirtirsangiz, ertangi kechikishning oldini olasiz. Bugungi gapning asosiy mazmuni shunday. Sentyabr oyida 25 yoshdan oshgan pensionerlar va pensiya yoshiga yaqinlashgan fuqarolar o'z pensiyasi, qo'shimcha to'lovlari, ijtimoiy yordami, bank kartasi va hujjatlarni albatta tekshirtirib qo'yish kerak. Bu hamma odamga avtomatik katta pul beriladi degani emas. Lekin ko'pchilik o'ziga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan pulni aynan bilmagani, so'ramagani yoki hujjat topshirmagani uchun o'tkazib yuboradi. Men sizga maslahat beraman. Bugun bank ko'chirmangizni tekshiring, hujjatlaringizni yig'ing, pensiya jamg'armasi va mahalladan ma'lumot oling. Shubhali telefon qo'ng'iroqlariga ishonmang va SMS kodni hech kimga bermang. Agar oilangizda 55 yoshdan oshgan ayol, yolg'iz pensioner, nogironligi bor qarindosh yoki pensiyasi kam ota-onangiz bo'lsa, ularga bu ma'lumotni yetkazing. Sizningcha pensionerlar uchun qo'shimcha yordamlar haqida ma'lumot yetarlimi yoki odamlar hali ham ko'p narsani bilmayaptimi? Fikringizni izohlarda yozing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Chunki birgina to'g'ri ma'lumot kimningdir sentyabr oyidagi moliyaviy ahvolini ancha yengillashtirishi mumkin.